Alaykum, ayna qandaysiz? Yaxshisizmi? Salomatingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi, zo'r. Ayna ular bir hafta oldin hijama qilgan edik. Vafshu zo'r ekan hijamamla shu davlenlerim baland edi, tushib normal bo'lib qoldi. Hech og'riq sezganingiz yo'q, hammasi yengillik inshaalloh. Hammasi yengil bo'lib qoldi. Mahallalar boshlar hamma yengil bo'lib qoldi. Ana bu o'zim kanalimga qo'yaman, yana bir ikkita do'stlarimiz bor, ular qo'yadi. Keyin hozir osteoxondrozingizga biz shuluk qo'yapmiz. Shuluk hozir chaqqani, shuni shulukni so'rayotgani bilinyapti ayna sizga. Buna og'riymi yo'qmi buna? Chimetib sal bilib, az bilinmay qoldi. Bilinmay qoldi. Yaxshi. Endi mana shu osteoxondrozlaringiz ana tuzlarni haydaydi bu inshaalloh. Juda yaxshi bo'lib ketasiz. Ana o'zimizning xalqimizga, musulmonlarga nima deysiz? Bizni tavsiya qilasizmi yo'qmi? Buni ko'rib turganlar, YouTube'da ko'rib turgan og'ayinlar, buna kelingizlar, hammasi zo'r. Buna men davlenim baland edi. Qon bosim oshib ketgan edi. Shuni bir marta hijama qildi. Davleni tushib normal bo'lib qoldi. Buna bo'yinda buna osteoxondroz bor. Sal-sal tomirlar tortiladi, ana shuga keldim, buni hozir shuluk qo'yapti. Shuluk ham juda zo'r, odamga juda ham yaxshi xo'sh chaqayapti-da. Juda zo'r, inshaalloh mana bu inshaalloh tugab yaxshi bo'lib ketasiz, no qarang. Shuluklar juda semiryapti, to'yayapti inshaalloh. Hay, bo'pti ayna, rahmat. Hamma chinni aytish kerak, rosti to'g'risini aytish kerak. Bo'ldi ayna, rahmat.